Hammamizda yalqovlik bor va hammamiz undan qutulishni xohlaymiz. To'g'rimi, yo'qmi? Savol tug'ilishi mumkin. Cho'g'idagi yalqovlikni o'zi yengib bo'ladimi, yo'qmi deb. Uslub bor ekan, ana shu yalqovlikni yengish qanday? Birinchidan, yalqov degan so'zni umuman ishlatmang. Chunki ichimizdagi yalqov aytadi: "Voy, mani xo'jayinim hadey kelib meni eslayveradi" deb ichimizdagi yalqov nima qiladi? Ishadi. Shuning uchun yalqov degan so'zni umuman ishlatmang. Bir. Ikkinchisi, yalqovlikka qarshi kurashishimiz kerak. Qanday qilib? Yaxshi odat chiqaramiz bugundan boshlab. Demak, yalqovlikni yengish uchun har kuni sekin odat chiqarib, bajarib, odatni oddiy holga aylantiramiz. Yangi odat ko'paytiramiz o'zimizda. Xo'pmi? Bu nima degani? Masalan, kirdingiz, oyoq kiyimini tiks taxlab qo'yish. Yaxshi odatmi, yo'qmi? Yaxshi odat. Ikkinchisi, masalan, yechinib kiyindingiz, hamma kiyimlar naqaga osilgan, shkafda yoki veshelkaga hammasi osilgan, joy-joyida. Lekin ko'pchiliginiki kiyinib bo'lgan ekan, shunday orqaga qarasa, xuddi bomba tushganday hamma sochilyapti. To'g'rimi, yo'qmi? Demak, hamma joyiga qo'yish yaxshi odat. Uchinchisi, masalan, bir kunda tishni 2 marta yuvish. Yaxshi odat. Kim o'zini tishini 2 marta yuvadigan bo'lsa, ip bor, tishning orasidagi qolib ketgan narsalarni tozalaydigan, ana shuni ipdan foydalanishni o'zimizga odat qilib olaylik. Yana bitta yaxshi odat, ertalab turganimizda joyimizni chiroyli qilib zapravka qilib qo'yish. To'g'rimi, yo'qmi? Yana bitta yaxshi odat, bugundan boshlab shakarni chiqarib tashlash. Ya'ni shunaqa odatlar ko'p. Endi qanday qilib bu odat bilan ishlaymiz? Masalan, bitta odatni olamiz. Masalan, oyoq kiyimini tiks terib qo'yish. 10 kun davomida o'zingizni majbur qilasiz har doim ana shu oyoq kiyimni tiks qo'yishga. Ko'chadan kirdingizmi? Shuni oyog'ingizni yechingda tiks taxlab qo'ying hammasini. Uydagilarga hech kimga bir narsa demang. Xo'pmi? Hech qanday. Nima uchun qilmadinglar, nega qayoqqa qaradinglar degan narsa yo'q. Bitta siz shuni qilaverasiz har kuni. Har kun xolang bir kunda 2-3 marta buzib ketgan bo'lsa taxir. Har kuni kirdingizmi, oyoq kiyimni olib joyiga qo'yib qo'ying. Yaxshi odat, to'g'rimi, yo'qmi? Yoki tiks qilib qo'ying oyoq kiyimni. Hammasini. 10 kundan keyin oyoq kiyimini taxlash sizga odatga kiradi. Odatga kiradi. Ana 10 kundan keyin ikkinchisini qo'shasiz. Oyoq kiyimni davom ettirib ketaverasiz. Tishni agar bir marta yuvadigan bo'lsangiz, 2 marta yuvishni odat qilasizda, majbur qilasiz. 10 kun o'zingizni majbur qilib har kuni 2 marta yuvdirasiz tishingizni. 20 kundan keyin sizda ikkita yaxshi odat qo'shildi. Tishni 2 marta yuvish, yana bittasi oyoq kiyimni to'g'rilab qo'yish. Undan keyin 3-chi yaxshi odatni olasiz. Masalan, yechilib kiyinganingizda hammasini shkafga, veshelkaga qo'yib qo'yish. Majbur qilasiz, 10 kun o'zingizni majbur qilasiz, shuni har kuni tak to'q qilib cho'tki hammasi joyiga qo'yasiz. 1 oy o'tdi, 30 kun o'tdi. Kiyim joyiga qo'yapsiz shkafda, yechilib kiyinganingizda. Ikkinchisi, tishingizni 2 marta yuvyapsiz. Uchinchisi, oyoq kiyimni to'g'rilayapsiz. Tasavvur qiling, 3 ta yangi odatingiz bor. Demak, bir oyda 3 ta yangi odat bo'ladi. Birdaniga agar 3 ta 4 ta yangi odat olsangiz, ozgina vaqtdan keyin bedangizga tegib qoladi-da, qilmaysiz. Shuning uchun bitta odat oling, 10 kun davomida shuni majburiy bajaring. 10 kun bajaraversangiz, bu refleks bo'lib qoladi. Bu odat tusiga kirib qoladi.
Davom ettirasiz, ikkinchisini olasiz. Ikkinchisini davom ettirib, uchinchisini olasiz. Bir oyda 3 ta qildingiz yangi odat. 6 oyda qancha bo'ladi? 18 ta bo'ladi. Oyiga 3 ta bo'lsa, 6 oyda 18 ta bo'ladi. 1 yilda 36 ta bo'ladi. Mana shunday qilib yaxshi odatingizni ko'paytirib ketaversangiz, odatlar yaxshi odat ko'payaversa, odamning xarakteri o'zgaradi. Odamning xarakteri o'zgaradi. Agar odamning xarakteri o'zgarsa, odamning hayoti o'zgaradi, taqdiri o'zgaradi. Yaratgan bizga tanlash huquqini bering. Shuning uchun tanlab, yaxshi narsaga qarab harakat qilaylik. Yaxshi tarafga qarab o'zgaraylik. Xo'pmi? Albatta, iltimos mana shu videoni tagiga yozib yuboringlarchi, kim bugundan boshlab nimani odat qilishni boshladi. Masalan, aytishlar uchun kompyuterning ichida fayllarni tartibga solib qo'yish. Bilamiz, surat qolib ketyapti, maytanaqa qolib ketyapti. Mana bu ortiqcha fayllarni tashlab yuborish kerak, biz yana yig'ib qo'yapmiz. Ana shularni tozalab, top-toza qilib yurish. Kompyuter zo'r ishlaydi, ortiqcha musor yo'q, to'g'rimi yo'qmi? Har bitta narsada. Uy bekalari boyagi hamma narsani turgan joylarini taxtaxlab qo'yish, joylarida akkuratni qo'yish, chiroyli qo'yish. Odat qilinglar o'zinglarga. Yozib yuboringlarchi, kim nima odat oldi. Xo'pmi? Balkim sizlar yozib yuborganlarning ichida o'zingga ham yo'qim bo'lsa, mana shu narsani o'zimga odat qilib olaman, bahona sizlar tufayli. Demak, ana shu narsalarni yangi odatlar chiqarib, hayotimizni o'zgartiramiz. Chunki bizlarning har doim kun davomida qiladigan hamma ishlarimiz ko'pchiligi bu bizlarning odatimizdir. Odatimizdir. Kimdir mana ko'cha salqin bo'lsa, ko'chaga chiqqanda odati har doim boshiga bosh kiyim kiyadi. Kimda bu odat yo'q, bir xilda kiyadi, bir xilda chiqmaydi, kiymasdan chiqib ketadi. To'g'rimi yo'qmi? Mana o'ziga mana shu foydali narsani o'zingizlarga odat qilib olinglar. Bu odatga albatta har kuni qadam bosib, boyaga aytganda 5000 qadammi, 10.000 qadammi, 15.000 qadammi yurish bu ham odat. Sport bilan shug'ullanish bu ham odat bo'lsin. Xo'pmi? Keyinchalik bu odatni ovqatga o'tkazasiz. Masalan, kofeni tashlaysiz. Kofe ichmaslik odat. Bo'ldimi? Undan keyin shakar yemaslik odat. Undan keyin shokolad yemaslik, vafli yemaslik, pechene yemaslik, odat kelaveradi. Kola ichmaslik, fanta ichmaslik, tort yemaslik, pirojni yemaslik. Sekin. Uni o'rniga zo'r asabiy olib kirish uyga, zo'r magizlar, zo'r turshaklar, zo'r olmalar, xurmalar, hammasi sezon paytida. Toruzlar, qovunlar. Bilasiz, ana bu novvat qovunni uyga olib kelib qo'ysangiz, uyni tutib ketadi hidi, to'g'rimi yo'q sezon paytida. Nima degan chiqanaqa uyga unaqa duh hech narsa kerak emas. Nima degan tabiiy hid, rohat. Shuning uchun, hurmatli tinglovchilar, har 10 kunda yangi bir odat chiqaring, bir dona. Mahkam ushlang. Bu orqali biz nafaqat yalqovligimizni yengamiz, iroda kuchini ko'paytiramiz, xarakterimizni mustahkamlaymiz. Maqsad qo'yib, maqsadga erishishni o'zimizda refleksini chiqaramiz. Arzimagan bitta odat qo'shiladi, lekin ichimizda katta narsa o'zgaradi. Mana shunday qilib odam borgan sarichi o'zgarib ketaveradi. Mana shunday qilib odam xarakterini o'zgartiradi, odatlarini ko'paytiradi, hayotini o'zgartiradi. Demak, hammanglar yozib oringlar, qanaqa yaxshi odat oldinglar o'zinglarga. Ko'rishguncha.